Yana bir bor assalomu alaykum qadrli seminar qatnashchilari, aziz sitrus yetishtiruvchilar, O'zbekistonimizdan mana qo'shni respublikalardan ham tashrif buyurgan tadbirkorlar. Biz mana hozir hujjatlar tanishtirgandek, Andijon Respublikasi kompaniyasi bir necha yillardan beri O'zbekistonda faoliyat ko'rsatib kelmoqdamiz. 2009-yildan beri 16 xodimlar O'zbekiston bo'yicha fermerlar bilan birga ishlayotganimizni sizlarni mana ko'rib juda ham xursand bo'lib, qalbim g'ururga to'ldiki, sizlar bir oila bo'lib, mana guruhda hammani boshimiz bo'lib, bir yo'nalishda faqat yuqori hosildorlik samarasi ortidan butun boshli bir guruh shu yerda to'planib, baholi qudrat mana vaqtidonlar, vaqtidonlar qanchadir ba'zi to'lamaganlar, rizqi qo'shilmaganlar, xudo xohlasa keyingi seminarlarda ham tilakdoshimiz bo'ladi. Hammamiz bilan birga bo'lishlari. Resmi Zohidjon ko'pchilik tanislar, ko'plaringiz bilan tanishmiz, yuzdan ko'rishlarni gaplashganmiz. Agronomga kanalida orqali tanishishlar mumkin.